Yorib bo'lmayapti-ku buni. Hozir buni kesib tekshirib ko'ramiz. Hurmatli kuzatuvchilar, biz ayni damda Gidroplast kompaniyasini laboratoriya bo'limiga kelganmiz. Aynan ushbu ko'rayotgan xonangizda barcha ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar ketma-ket har bitta haroratda yoki o'sha bosimda yoki o'sha har xil ko'rinishda tekshiruvdan, ya'ni nazoratdan o'tib turadi. Ayni paytda mana shu yo'nqis, ya'ni suv idishini ham hozir o'sha tarkibini, ya'ni qalinligini tekshirib ko'rish uchun mana shu butun yo'nqisni ham kesib ko'ramiz hozir. Qalinligini ko'rishingiz mumkin. 5 mm ni ko'rsatyapti mana. 23,5 sm. Hozir buni maxsus uskuna orqali buni tortib ko'ramiz, ya'ni cho'ziluvchanligini o'lchab ko'ramiz. Mana maxsus tortuvchi uskunaga o'rnatdik. Hozir mana ko'rishingiz mumkin, ya'ni uzunligi 23,5 edi. Endi hozir buni tortib ko'ramiz. Mana ko'rishingiz mumkin, 500 kg og'irlik bilan buni tortadi hozir. Hozir sekin bunga ya'ni og'irlik beramiz. Mana 25 sm bo'ldi hozir holati. Yana buni tortamiz. 26 sm ga keldi. Mana 26,5, deyarli 3 sm ga cho'zildi. Mana bu tomonni mana ko'rishingiz mumkin. Endi oqarishni boshladi. Hali uzilmadi lekin. Shu holatda biz to'xtatdik. Mana shu to'xtatganimizni ko'rishingiz mumkin. Ya'ni 200 kg yuk berildi mana shunga. Mana shu holatga mana 200 kg yuk berganda shu holat keldi. Ya'ni kichkina bir o'sha bo'limiga shu 200 kg ni ko'taryapti. Buni hozir yana davom ettirishimiz mumkin. 27,5, 4 sm cho'zildi. 29 sm bo'ldi mana. 23,5 sm mana 29 sm bo'ldi. Mana holat yonini ko'ring. Yonini ko'rishingiz mumkin. Mana endi necha kilo berganimizni, ya'ni necha kilo cho'zganimizni ko'rishingiz mumkin. Hop, 347 kiloda shu holatga keldi. Mana 347 kiloda mana 23,5 bo'lgan qusug'imiz mana 29 ga yaqinlab qoldi, 28. Buni yana cho'zamiz. Uzilmayapti-ku bu shunda ham. 30 sm bo'ldi. Yupqalashib ketdi, shunda ham uzilmayapti mana. 31. 32 sm mana. 32 sm da uzildi. Bu degani salkam 10 sm, 9 sm ga cho'zildi bu. Mana. Umumiy holatni ko'rishingiz mumkin. Ya'ni o'sha cho'zilganligini. Endi buni mana kilosini ko'rishimiz mumkin. 463 kg da shu holatga kelibdi mana. Ya'ni umumiy og'irlik biz o'sha 463 kg berganda mana shu holatda mana salkam 10 sm ga cho'zildi, keyin uzilishni boshladi. Bu degani biz o'sha yo'mqislarni, suv idishlarni bemalol masalan xonadonlarda qo'ysak bo'ladi. Suv buni ichida turganda bunaqa og'irlik, bunaqa bosim bermaydi. Shuning uchun bemalol uylarga, xonadonlarga tavsiya qilamiz. Gidroplast kompaniyasi siz azizlar uchun sifatli suv idishlar ishlab chiqarishdan charchamaydi. Ushbu idishlar yaxshi kunlaringizga xizmat qilsin.